Bugun siz bilan sog'lig'imizga eng ko'p zarar yetkazayotgan va kundalik hayotimizda juda oddiy va begunoh ko'ringan bir moddani tahlil qilamiz. Bu shakar. To'g'ri eshitdingiz. Har kuni iste'mol qilinayotgan nonushta, sharbat, yog'siz yogurt va hatto salat souslarimizda ham tanamizga sekinlik bilan ammo kuchli hujum qiladigan bu shakardir. Avval oddiy bir misol. Faraz qiling, siz bir zumda 4 dona olmani yeyapsiz. Juda qiyin, to'g'rimi? Chunki ular tolalarga boy, to'ydiradi, ichaklardan sekin hazm bo'ladi. Ammo bir stakan olma sharbatida 4 ta olmani shakari bor, lekin uni tolasi yo'q. Natijada bu shakar bir necha soniyani ichida jigarimizga zarba beradi. Qanday zarar? Jigarda yog' yig'ilishiga sabab bo'ladi. Insulin qarshiligini kuchaytiradi. Bu esa semirish, qandli diabet va yurak xastaligi kabi kasalliklarni keltirib chiqaradi.